Boshlang'ich ta'lim metodikasi, maqsad, vazifa va kelajak istiqbollari. Pedagogika so'zining kelib chiqishi yunoncha bola yetaklovchi ma'nosini anglatadi. Bu atama ta'limning tub mohiyatini, bolani kelajakka yo'naltirishni ifodalaydi. Fanning asosiy maqsadi ta'lim tarbiya jarayonining ilmiy qonuniyatlar asosida boshqarish va tizimlashtirishdan iboratdir. Pedagogik faoliyat o'qituvchining rejissyorlik san'ati va ilmiy yondashuvi har bir darsni ijodiy jarayonga aylantirishdan iboratdir. Boshlang'ich ta'limning asosiy maqsadlari: shaxsiy shakllantirish, mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, o'z fikrini erkin ifodalay oladigan avlodni voyaga yetkazishdan iboratdir. Kompetensiya o'quvchilarning hayotiy ko'nikma va amaliy tajribalarini bosqichma-bosqich rivojlantirishdir. Qadriyat milliy va umumbashar qadriyatlar ruhida tarbiyalash, vatanparvarlik hissini uyg'otishdan iboratdir. O'qituvchi rejissyor sifatida aktyorlikdan rejissyorlikka, darsni boshqaruvchi, ijodkor o'qituvchi faqat ma'lumot beruvchi emas, jarayonni tashkil etuvchidir. Differensial yondashuv har bir o'quvchining individual qobiliyatidan kelib chiqib ishlash va rivojlantirish. Faol usullar o'quvchilarni jarayonga to'liq jalb etuvchi loyihaviy va hamkorliklardagi ishlar. Tarbiyaviy ishlarning ustuvor yo'nalishlari: ruhiy axloqiy tarbiya, dunyoqarashni shakllantirishning asosiy insoniy fazilatlar va axloqiy me'yorlarni o'z ichiga oladi. Ekologik madaniyat esa tabiat va mehnatga hurmat, atrof muhitni muhofaza qilish ko'nikmalarini shakllantiradi. Huquqiy savodxonlik konstitutsiyaviy asoslar va raqamli jamiyat qoidalarini o'zlashtirishga yordam beradi. Ushbu fanimizning kelajakdagi o'rni raqamli va innovatsion ta'lim, ya'ni pedagogik texnologiyalar, sun'iy intellekt va ta'lim, yangi O'zbekiston modeli. Pedagogik texnologiyalar inson va texnik resurslarni uyg'unlashtirish, texnologiya o'qituvchi almashtirmaydi, kuchaytiriladi. Sun'iy intellekt va ta'lim, kelajak sinflarda axborot kommunikatsion texnologiyalarining strategik o'rni, individual o'quv trayektoriyalarini yaratish. Yangi O'zbekiston modeli ta'lim-tarbiya tizimini maktab ostonasidan boshlab isloh qilish va modernizatsiya qilishdan iboratdir. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yangi avlod uchun yangi ta'lim. Ta'lim samaradorligi, taraqqiyot kafolati. Ta'lim samaradorligi, taraqqiyot kafolati. Sifatli boshlang'ich ta'lim mamlakatning kelajakdagi iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining mustahkam poydevori. Mustaqil fikrlanuvchi vatanparvar shaxs o'z fikriga ega, mas'uliyatli va vatanparvar fuqaroni shakllantirish asosiy milliy vazifa. Boshlang'ich ta'lim eng muhim qadam. Buyuk maqsadlar tomon qo'yilgan ilk va eng hal qiluvchi qadam. Bu yerda hammasi boshlanadi. E'tiboringiz uchun rahmat.